السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث. الدرس درس الثالث üçüncü. الدرس الثالث üçüncü ders. Bugungi darsda biz 3 ta masalani o'rganib boramiz. Bosh mavzu al yoki al filan, al ta'rifiyya yoki al muarrifa. Ba'zi kitoblarda al ta'rifiyya deb kelsa, ba'zi kitoblarda muarrifa deb keladi, lekin ma'nosi birday. U harfdir. Ya'ni harf so'z turkumlaridandir. Xo'p, birinchi masala al ta'rifiyya. Al ta'rifiyya ismni avvaliga qo'shiladi, tanvinni yechadi, ma'rifaga aylantiradi. Bu darsdan bitta oldingi darsda biz arab tilida so'z turkumlari 3 tadir. Birinchisi ism, ikkinchisi fe'l, uchinchisi harf deb o'rgandik. Al ta'rifiyya yoki muarrifa harf so'z turkumlaridandir. Biz bugungi kungacha harf so'z turkumidan 5 donani o'rgangan bo'lsak, al-filon uning 6-sidir. Demak, ismning avvaliga qo'shiladi. Aldan keyin kelgan so'z ism so'z turkumi bo'lishi lozimdir. Al fe'lga qo'shilib kelmaydi. Masalan, iqroga al qo'shilib al-iqro yoki uktubga al qo'shilib al-uktub bo'lmaydi. Yoki harf so'z turkumiga ham alif-lam qo'shilmaydi. Masalan, na'am harfga oldiga al qo'shilib al-na'am yoki laga al qo'shilib alla bo'lib kelmaydi. Balki ayni ismdan oldin keladi. Masalan, kursiyun kursi so'zidan oldin al kelib al kursiyu, miftahundan oldidan al kelib al miftahu, kalbun so'zidan oldidan al kelib al kalbu kabi va hokazo. Qolgan ismlar ham shunday. Demak, al ismdan oldin keladi, fe'ldan oldin ham, harf so'z turkumidan oldin ham kelmaydi. Shuning uchun ham olimlar alni yoki alif-lomni kalimaning ismligiga belgidir, alomatdir deyishgan. Ikkinchisi al tanvinni yechadi. Ya'ni al ismning oxiridagi tanvinni tushiradi. Masalan, kursi so'zi oxiri tanvinlik bo'lib kursiyun bo'lsa, al qo'shilgandan keyin tanvin tushib al kursiyu bo'ladi. Miftahun kalit so'zini olsak, oxiri tanvinlik yakka holda bo'lsa, alif-lom qo'shilgandan keyin al miftahu bo'lib oxiridagi tanvin tushadi. Demak, qolgan ismlar ham shunday. Alif-lom qo'shilgandan keyin alif-lom tanvinni yechadi. Uchinchisi al ma'rifaga aylantiradi. Ism nakira yoki ma'rifa bo'ladi. Nakira ismlar bor, ma'rifa ismlar bor. Nakira u zehndagi umum ma'noni ifodalovchi ismdir. Nakira u zehnlardagi umumiy tushuncha. Masalan, men hozir sizga kitob desam, shu kitob degan so'zimni eshitishingiz bilanoq darhol zehningizda kitob degan tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha siz bilan biz bilgan tushunchadagi kitob. Nima edi u kitob? Yozma manba, bir mavzu haqida yozilgan, o'qish uchun mo'ljallangan yoki umuman ma'lumotni saqlab qolish uchun mo'ljallab yozilgan, qog'ozga bosilib yozilgan yoki hozirgi kunda elektron shaklda bo'lishi ham mumkin. Xullas, hamma bilgan kitob degan tushuncha. Yana bir misol keltirsam nakiraga, men hozir uy desam, darhol zehningizda uy degan tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni siz bilan biz bilgan uy tushunchasi. Nima edi uy? Maskan, yashash joyi, odatda devordan, tomdan, bir xonadan yoki bir qancha xonalardan iborat bo'ladi. Bir qavatlik yoki ko'p qavatli bo'lishi ham mumkin. Xullas, hamma bilgan uy degan tushuncha. Demak, nakira u zehnlarda muayyan bo'lmagan umumiy ma'noni ifodalovchi ismdir. Ammo ma'rifa esa u zehnni tashqarisida muayyanga dalolat qilgan ismdir. Ya'ni ma'rifa u zehnlarni tashqarisida real hayotda, ya'ni voqelikda gapiruvchi qasd qilgan muayyan ismdir. Masalan, farzandingiz ko'chada uzoq muddat o'ynasa va kechki mahal bo'lganda siz ko'chaga chiqib, "Yabni, udkhulil bayta." "Ey o'g'lim, uyga kir" desangiz, o'g'lingiz sizlar yashayotgan uyingizga kiradi. Qo'shnilarning uyiga ham yoki boshqalarning uyiga ham kirib ketmaydi, balki ayni sizlar yashayotgan, siz qasd qilgan uyga kiradi. Ana o'sha siz "Yabni, udkhulil bayta." "Ey o'g'lim, uyga kir" degan gapingizdagi al-bayt, ya'ni uy so'zi ma'rifadir. Demak, ma'rifa u zehnlarni tashqarisida muayyanga dalolat qilgan ismdir. Ammo nakira esa u zehnda umumiy ma'noni ifodalovchi ismdir. Al
ismni nakiradan ma'rifaga aylantiradi. Masalan, kitobda berilgan misollar. Baytu nakira, chunki aliflomi yo'q, aliflomsiz, ya'ni zehndagi umum ma'no uy degan. Ammo al-baytu ma'rifa, chunki u aliflomlik. Al-baytu so'zini gapni ichiga kiritirib talaffuz qilganda zehnni tashqarisidagi muayyan, ya'ni real hayotda, voqelikda gapiruvchi qasd qilgan ayni bir uy bo'ladi. Keyingi misol. Kitabun so'zi nakiradir, chunki aliflomsiz. Al-kitabu ma'rifadir, chunki aliflomli. Qalamun nakira, al-qalamu ma'rifa. Jamalun nakira, al-jamalu ma'rifa. Demak, al nakira ismni ma'rifaga aylantiradi. Kitobda berilgan misollar. Al-qalamu maksurun, qalam siniq. Al-babu maftuhun, eshik ochiq. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Bola o'tirgan, o'tiruvchi. Val mudarrisu waqifun, va mudarris tik turgan, ya'ni tik turuvchi. Bir so'rovchi so'rab qolsa, ma'rifa u zehnni tashqarisida, ya'ni real hayotda, voqelikda muayyan ayni bitta shaxs yoki narsa dedingiz. Xo'p, al-qalamu maksurun gapida al-qalamu ma'rifa chunki aliflomlik. Al-babu maftuhun gapida al-bab ma'rifa chunki aliflomlik. Shuningdek, al-valadu val mudarris ham bu gapda ikkala kalima ham ma'rifa. Ya'ni siz aytishingiz bo'yicha, demak, ma'rifa u real hayotda, voqelikda ayni muayyan bir shaxs yoki narsa dedingiz. Bu qaysi qalam? Hayotdagi. Qaysi eshik yoki qaysi bola va qaysi mudarris deb bir so'rovchi so'rab qolsa, javob berib aytiladiki, kitobda keltirilgan bu misollar muallif tarafidan o'quvchi mashq qilishi uchun tuzilgan jumlalardir bular. Shuning uchun ham biz bundan bitta oldingi darsda aytgan edikki, arab tili grammatikasi, ya'ni arab til qonun qoidalari gapiruvchining og'zidan talaffuz qilinib chiqqan so'zlarni va gaplarni tahlil qiladi deb bitta oldingi darsda o'rgandik. Qachonki bir inson real hayotda, voqelikda suhbatdoshiga al-qalamu maksurun deb aytgan bo'lsa yoki endi aytsa, ana o'sha paytda arab tili grammatikasi gapiruvchining og'zidan al-qalamu maksurun deb chiqqan so'zni tahlil qilib, qalam gapiruvchi va uning suhbatdoshi, eshituvchi orasida ular bilgan muayyan voqelikdagi bir qalam deb tahlil qiladi. Kitobni 14-sahifasida, ya'ni betida berilgan misollar. Al-kitabu jadidun val qalamu qadimun. Kitob yangi va qalam eski. Al-himaru saghirun val hisonu kabirun. Eshak kichik va ayg'ir katta. Al-kursiyyu maksurun. Kursi siniq. Al-mindilu wasikhun. Ro'molcha kir. Al-ma'u baridun. Suv sovuq. Al-qamaru jamilun. Oy chiroyli. Al-baytu qaribun val masjidu ba'idun. Uy yaqin va masjid uzoq. Al-hajaru thaqilun val waraqu khafifun. Tosh og'ir va varaq yengil. Al-labanu harun. Sut issiq. Al-qamisu nazifun. Ko'ylak toza. Qisqacha bugungi darsni xulosa qilsak, bugungi darsda 3 ta masalani o'rgandik. Birinchisi al-ta'rifiyya yoki muarrifa ham deyiladi. U harf so'z turkumlaridandir va u ismni oldida keladi, tanvinni yechadi, ma'rifaga aylantiradi. Ismlar yo nakira ismlar bo'ladi va ma'rifa ismlar bo'ladi. Nakira ismlar u zehnda umumiy ma'noni ifoda qiladigan ismlardir. Ma'rifa ismlar esa uning aksi, zehnni tashqarisida muayyanga dalolat qilgan ismlardir. 3-darsni keyingi qismida ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.